Assalamu alaikum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Hozir Farhod Tursunning Orqa ko'cha nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Yo'l bo'yiga tashlab qo'yilgan oyoqning chami ajrab, xuddi hoziravatgandek og'zini ichib qolgan bo'lsa-mu, yanala mengishni qat'iy davomlashtirgandek uning uchi tugumas nishonga to'g'rilanib turadi. Yeshib etilgan bo'g'ishlari egisining o'zini yana chinitishini kutayotgandek qiladi. Uning ichidagi tar puraqi balkim selingandan keyin satang ayollarning burniga urilganda ularga o'likdan keladigan puraqdek emas, balki yosh yigitlarning teniga sig'may qolgan hayotiy kuchning teri sirtiga tepib chiqishi bo'lib tuyulib, ularning hayojonini texim qo'zg'atgandi. Aşu ayaqning nurg'un uylarga kirganligini, nurg'un yo'llarni mang'anligini, karvatlarning ostiga selib qo'yilganligini va uyga kuchlik tarpuruq tarqitib, uydagi kayfiyatga nimalarni qo'shganligini tasavvur qilishga tirishdim. Oq ranglik bir pista kuchuk yenimdan yugurganicha o'tib ketdi va tuman ichiga kirib birdamdala g'oyib bo'ldi. Küçük g'oyib bo'lgan joydan oldiga sal mükchib mangadigan bir odam xuddi jinsiy kasalga giribdor bo'lgandek olchanlig'icha mengib chiqib keldi. Uning dal küçük g'oyib bo'lgan nuqtadan küçükning yutishiga ulguribla paydo bo'lishi kishida xuddi ashu küçük tuman ichiga kirib ketibla odamga aylanib chiqqandek tuyg'u paydo qiladi. Men gap so'rashimga u odam cho'chib to'xtadi va o'n vaqtgacha menga qarab qoldi. U mening so'zimni tushunmagan yoki aniq anglay olmagan o'xshaydi deb uningdan yondirib so'radim. Lekin u yanala o'n vaqtgacha turaverdi. Qarong'ulikda men uning qaysi millat ekanligini bilmoqchi bo'lib, uningga sinchilab qarab beqib, uni xato tunib qolmaganligimni his qildim. Lekin u boshqa bir millatdek mening gapimni tushunmayotdi. Men uningga boshqa tilda so'zlab beqishni o'ylayapsam, uningdan zuvon chiqib qoldi. U o'zining meni tonimaydiganligini aytdi. Buni anglab men hayron qoldim. Chunki men uningdan bu ko'chadagi bir qo'ro va shu qo'ro ichidagi uyning nadaligini so'ragan edim. O bununla cevap versli bo'ladi. Onun meni tonishining hojati yo'q edi. Men uningga ashu uyni izlab tepishim kerakligini aytdim va uning u yerning nadaligini biladigan, bilmaydiganligini so'radim. Lekin u savolimga javob bermasdan yanada o'zining meni tonimaydiganligini takrorladi. Men uningga yelinib turib, ashu uy bar tarafni ko'rsatib berishni qayt o'tindi. U mendan qayerda ishlaydiganligimni so'radi. Men uning savoliga javob berdim. Orqadan u men ishlaydigan idoraning tafsiliy adresini so'radi. Men buni aytib berdim. U yana ashu idorada necha odamning ishlaydiganligini so'radi. Men uning bularni nemishqa so'raydiganligini bilolmagan bo'lsam-mu, yanala belginim bo'yicha javob beraverdim. Men o'zimni to'liq tonishtirgacha mening nima odam ekanligimni so'raverdim. Men uning har bir savoliga javob berib bo'libla, haliqi qog'ish tekkan qo'roning qayerligini bir qitim so'raydim. Har qancha javob bersam-mu, uning savoli tugaydigandek emas edi. Tuman uning yuz qurilishini g'uvalashtirib turgan bo'lsa-mu, lekin uning menga gumon va ishonmaslik bilan qarab turgan ko'zlarini qilchimi g'uvalashtirmagan edi. Men uningdan qarz so'ramadim. Balkim u mening savolimga javob berishni qarz berish bilan o'xshash bir ish deb o'ylab qolgandi. Buning kunda ishiga ochiq turgan ishxonasiga beshimni tiqib
tamdaki soatiga qarab elishimni bir xil badalsiz erishish deb o'ylab, menga g'azab bilan tikilib turib, endi yana kirib soatga qarashimga yo'l qo'ya olmaydiganligini aytgan ishxona boshlig'i bilan farqi yo'q edi. Men onun her bir qitim aşu tam saatiga qaraganımda onun istiralkilaridan qandaqdır ko'zga ko'rinmas bir narsani ilib atadigandak his qilishni tushungan edim. O'zimnimi rastlı o'zimga tegishlik bo'lmagan bir narsaga erishib olish ko'yida yurgan odamdek his qilib qolgan edim. Şuna men menga boshdan oxiri ishonmaslik bilan qarab turgan oldimdagi bu odamning hamma savoliga birlab astoydillik bilan javob berdi. Lekin yanala onun ishonchiga erisholmadi. U hatto mening idoramning boshlig'ining necha yoshga kirganidan tortib so'radi. Men uni bilmaydiganligimni aytdim. Men idora boshlig'ining yeshini nadanmi bilay? Ya u mening bir tuqqanim bo'lmasa? Men shundala g'oyib bo'lgan akamning emas, ochimning bu yeshini bilmaydiganligimni esimga oldim. Onun chiroyidagi ishonmaslik birdinla g'azabga o'zgardi. Men dal shu daqiqada uning chiroyidagi bu ifodani ho'nqish deb o'ylab qolgan edim. U bilmaydiganligimni aytishimga gapmi qilmasdan keyniga o'rilib ketib qoldi. U ketgandan keyinla uning keynidan qarab turib ketib, ondan u ko'zimga qadalganda uning chiroyida paydo bo'lgan emas, balki g'azab ekanligini esimga oldim. Men shu tapda ezib qolgan shamoldek so'g'uq tenimni asta olg'a surib, yer beg'irlab ilgirlayotdim. O'zimni zaminning oxirgi nafsidek his qilatdim. Men qo'shnimizning qizining tenida bo'ladigan o't-cho'p puraqini seg'inganligimni his qildim. Bu puraq tomuzning issiqi bilan qo'shilib meni o'rtmoqda edi. Uning terlab ketgan terlari oftobda qaradab ketgan bo'lib, o'z tenimning bir qismidek tonishliq, oddiy va yiqimliq edi. Shahardagi ayollarning oppoq terlaridek sirliq va notunish emas edi. Odamda ayminish paydo qilmaydi. Gerçi bu shahardagi terisi oq ve süzük, yosh ve güzel ayollarning teni bilan mening tenim texi bevosita uchrashib baxmagan bo'lsin-u, ashu ten bilan o'z tenimning tegishishidan qandoq tuyg'uning paydo bo'ladiganligini tasavvur qila olmaydim. U yenimga surilib kelib, men bilan texmi yaqinroq o'tirmoqchi bo'ldi. Buni his qilish bilanla nafsimning tezlashib ketayotganligini sezdim. Shundaqdimi yanala hech ish bo'lmayotgandek parvosiz qiyofatga kirib olgan edim. U mening o'zining bu harakatiga bo'lgan inkosimni bilmoqchi bo'lsa kerak, ko'zimga qaradi. Ondan shivirlab turib, yaxshi ko'radigan yoki ko'rmaydiganligimni so'radi. Bu savolni anglab, menmi ixtiyorsiz uning ko'ziga qaradim. Balkim menmi uning ashu chog'dagi ruhiy holatini aniqroq ko'rib olmoqchi bo'lgandim. Uning yo'g'on ko'zlarining iqidagi qildim tomirlari qizargan bo'lib, qarchuqi menga qaragan sari kulrangi kirib qilayotgandek tuyuladi. U qarashim bilan ko'zlarini elib qechib, birdamdan keyin yana qaradi. Men bo'lsam uning ko'zlariga hayronlik bilan texchi qarab turadim. Uning ko'zlarining cho'risidagi qildam tomirlarimi bara-bara teximi aniq qizibatgandek qiladi. Bu menga kamput setiladigan do'konda bo'ladigan puroq bilan to'lgan uyda istutak ichida o'tirgan kishilarning ko'zlarini eslatdi. Shuning bilan ittik uningdan ko'zimni ilib qochdim. U o'zini yaxshi ko'radigan yoki ko'rmaydiganligimni yana bir qitim so'radi. Men uni yaxshi ko'rmaydiganligimni aytdim. Men ashu kuni uning bilan billa oftobda qip yalang'och bo'lib yotdim.
O mening gepimni anglagandan keyin ün chiqmasdan mening xohlagancha harakat qilishimga sukut qilib turdi. Ilgari qo'limni uzatsamla darhol o'zini chatga ilib qachatdi. Balkim men uni yaxshi ko'rmaydiganligimni aytmagan bo'lsam, uning bilan birga yotolmagan bo'lardim. Balkim o mening gepimni anglagandan keyin mushu bir qitimda bo'lsa-mu erishish fursatini qo'ldan bergisi kelmay qolgandi. Uning ko'zlarining qildam tomirlarining qizarib turishini ko'rmagan bo'lsam, uni xuddi jinoyatkor o'z gunohini yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdiganligimni aytgan bo'lardim. U mendan o'zini yaxshi ko'rdigan, ko'rmaydiganligini so'radi. Uning buni bilmoqchi bo'lib qolgani menga kulkulik bilinib ketdi. O mening nazarimda men yoqtirib anglaydigan, lekin ta hozirgacha uningda nimalarning aytilayotganligini diqqat qilib baxmagan naqshiga o'xshaydi. Mening uni tushunishimning hojati yo'q. Men faqat uning menga lazzat ilib keladiganligini, uningdan huzurlanadiganligimni bilaman. Meningcha buning o'zila yetib oshadi. Onun ko'zlarini men ilgari yenib turgan cho'lponga o'xshatdim. Bu mendagi dastlabki ta'sirat. Keyin uning ko'zlarining cho'lpondek nurliq bo'lmasdan, balki doim dug'lanib turadiganligini his qildim. Uning bilan birga yotgan ashu kuni jinsiy lazzat yuqori pallaga chiqayotgan ashu daqiqada uning ko'zlariga qaramasam bo'ptikan deb o'ylab qolaman. Chunki ashu chaqda uning ko'zlarining hayajondan dug'lanib ketganligini ko'rib qoldim. Shundan boshlab uning ko'zlarini cho'lpondek nurliq his qiladigan tuyg'u mendan g'oyib bo'lib ketdi. Bu xil nurliq tuyg'uga ikkinchilab qaytib kelanmaydiganligimni bilib yetdim. Qizlarning nemishqa сөйishgan chaqda ko'zini yumib oladiganligini tushunib yetdim. U yerda odamni vayron qilib etadigan, aqldan halqagan sirliq narsalar kuvajab o'rlab, ana shundoq dug'lanishni paydo qilgan edi. Men uning o'qish nomeri bilan o'zimninkini ulab yezib baxsam, mening tug'ilgan kunim chiqqanligini onunğa aytdim. Shuning bilan u meni bir haza masxara qildi. Men buning ikkimizning taqdirimizdagi qandaqdir bir ishlarning bishorat ekanligini aytib edim, u texmu o'zini tutib ololmay ko'rgunicha yumilab ketdi. Lekin uning ko'zlarida nimadir bir narsa, xuddi qorong'uliqdek, xuddi tuyuqsiz g'oyib bo'lgan bir narsa qoldirgan bo'shliqdek dug'lanib, o'rkashlab ketdi. Ishxonadagi hamma narsani tatrang'u qilib ko'rsatadigan chiroqning yo'riqini bilinar-bilinmas to'sib turgan gavdam bilan dalda qilib turib, qog'oz yuzidagi sonlarga qarab o'tdim. Qattiq dasalganligi yoki dastigichining oyiqining ostidagi nolining chiqib qolgan miqi bo'lganligi uchun to'shib bo'lib qolgan bir joydagi sonning zodi nima son ekanligini ko'rgili bo'lmaydi. Men uni boshqalar ongsiz holda qoldirgan to'shik bo'yicha 0 deb bekitishni qaror qilib atqanimda ishxona ichidagi sesiq puroq kuchayib ketdi. Lekin bu sesiq puroq menga ilhom berib, tasavvurimni texmi jonlantirib atgandek qiladi. Men odamning tasavvurining sesiq puroqqa, og'riqqa va ochliqqa moyil ekanligini his qilardim. Kishilar qadimdan boshlab sirliq bir kuchning yer ostida xuddi yer beg'irlig'icha hayvonlardek yoshirinib turgan bir kishilarning yuksak darajadagi maxfiy son-sepirlarga tayinib dunyoni kontrol qilib kelayotganligi haqidagi gaplar iqib yuradi. Mol-mulk tang taqsim qilingan, tashkiliy intizom intayin qattiq bo'lgan. Bu kishilar to'pining tashkiliy tuzum va maxfiyatlikni saqlash intizomi xuddi
Uzoqdan uzoqqa so'zilgan og'riqdek, uzoqdan uzoqqa so'zilgan yara eg'izidek, yara ostiga qadimdan hozirgacha so'zilib kelmoqda edi. Har qitim bu shaharda cho'ng-kichik har bir ko'cha eg'izi va kichik tarnoqlarni qo'ymay sanab mengayotganimda o'zimni ularga qarab ketayotgandek his qilardim. Balalik chog'larimda sonlarni harf bilan ifodalab yoki harflarni sonlar bilan yezib o'ynaganlarimda o'zimni ashu maxfiy tashkilotning a'zosidek his qilib huzurlanardim. Qo'shnimizning Qaramtul qizining ismidagi har harfni elifbadagi tartib kelgan sonlar orqali ifodalab, ondan uningdan chiqqan sonlarni har xil hisoblash usullari bo'yicha hisoblab, uningdan nimalarning shakllanishini ko'rsatdim. Yo'l bo'yidagi daraxtlarni sanab, bu daraxtlarning sonidan nihoyat tezla ashu sonlarni tepib chiqardim. Ondan ashu daraxtga uning ismidagi harflardan birini o'yib qo'yib ketatdim. Men boshqalarning bu belgilarni maxfiy bir tashkilotning belgisi bo'lishi mumkin deb tasavvur qilishini va vahimaga cho'milishini orzu qilardim. Lekin shuncha uzun yillar jarayonida men toki shu yezidan ketkicha bu belgilarga hech kim diqqat qilmagan edi. Maxfiy son-separlarga tayinib dunyoni kontrol qilib kelayotgan tashkilot balkim zodada mavjud emasdir. Balkim bu insonlarda sonlarning cheksizligidan qo'rqish paydo qilgan xom xiyoldir. U mendan o'zini yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydiganligimni so'ragan ashu damda men yana hissiyotning kuchlik yoki ojizligini son bilan o'lchashning mumkinchiligi haqida xiyolga patgan edi. Men bu notanish shaharda hech kimni tonimayman. Shunga biror kim bilan do'st bo'lishimmi, biror kim bilan dushman bo'lishim mumkin emas. Bu qayer? Hozir men qayerda? Qaysi ko'chada? Birdinla har qancha qilibmi uni aslab topolmaydiganligimni bilib qoldim. Bu qaysi rayon? Men bunala emas, hatto bu shaharning qaysi shahar ekanligini bilolmayotdim. Idrokim bara-bara g'uvolishib, bo'shliq tuyg'umni yo'qotgan edi. Bu qaysi davlat? Oxirda men bara-bara o'zimning qaysi planetga tavalligimni bilolmadim. Men cheksiz koinot ichida eziqqan edim. Men odamning tug'ilishdanla sargardon ekanligini, tunji yig'i bilan yerga tushgandan boshlabla mushu dunyodan o'ziga munosib o'rin topolmay qiynaladiganligini, butkul hayotini o'zining o'rnini bekitishga sarf qiladiganligini va o'z o'rnining mavhumligidan nervi bo'lib faryod qiladiganligini his qildim. Hamma odam koinotda sargardon. Egilgan yer, dog'chilar, saroylar hammasi faqatla ko'z qarashdagi bir xil taqlidiy qiyosdan iborat. Ba'zilar egilgan yer, dog'chilar, saroylarga rozi bo'lmasdan butun bir shaharni, davlatni, hatto koinotni o'zining qilib olishni istaydi. Buning hammasi bir xil xuduksirashdan kelib chiqqan bo'lib, odam o'zining bu koinotda o'rnini mangu bekitalmaydiganligini his qilgan siri, ularning egilash havasi kuchayib, to'xtamasdan xudini yo'qotgan egilishlar bilan o'zining aslida dunyoga asossizlik kelib qolganligini va oxirigacha sargardon ekanligini,
hech yerning o'ziga tava emasligini inkor qilishga tirishadi. Balkim kishilarning o'ziga tava deb qaraganlari faqat bir xil taqlidiy qiyos bo'lib, bo'shliqning asli shakli va o'lchimi ularning taqlidiy belgilab olganlari bilan zodila o'xshamaydigandir. Xuddi Paskal aytgandek, tabiat bir cheksiz doira. Uning markazi hamma yer, lekin bu markazning atrofi mavjud emas. Hamma atrof markaz bo'lsa, odam qandaqmi o'zining o'rnini bekitalisin. Chunki sen dunyoning markazida turgan vaqtingda boshqalarmi o'xshashla dunyoning markazida turadi. Bo'shliqning aslidagi shakliga nisbatan kishilarning uni rayon, shahar, davlat va qit'alarga bo'lib olishi balkim bir ahmoqona o'yindir. Lekin ba'zida o'yin bak qizib ketganda rol olg'uvchi o'zini o'yindagi ashu personajning o'zi men shu deb qoladi. O'yin uchun o'rinlashtirilgan holat va syujetni reallik deb qoladi. Qiziq yeri shuki, uning o'yin ekanligini bilguvchilar bo'lsin yoki xudini yo'qotib, uning o'yinligini unutib qolguvchilar bo'lsin, hammasi o'yinning qiziqarli bo'lishini orzu qiladi. Hatto shu o'yinda o'lim jazosiga hukm qilinguchining rolini olg'uchimi o'z rolining to'qilma emas, balki reallik bo'lishini orzu qiladi. Uning to'qilma ekanligini e'tirof qilish uning uchunmi qo'rqinchli. Bu o'yinning rejissyori bo'lsa, buni ko'rib o'zini tutolmay kulib ketadi. Men ashu boshliqning taqlidiy shakli haqidagi qarashda boshqalar bilan o'rtoqlashib turib, uni tamoman qabul qilgan holda ashu umumlashgan o'lcham bo'yicha o'zimning qaysi yerda turayotganligimni bilmoqchi bo'ldim. Lekin hatto shuni bilolmadim. Menmi odam bo'lganligim uchun faqat kishilar o'ydirib chiqqan ashu bo'shliq uqumini qabul qilib, o'zimning tavallik talabimni qondirib tasalli tepishga majbur edim. Lekin koinot birdan g'oyib bo'lgandek, yoki men texi bo'shliq borliqqa kelmagan davrda turayotgandek qilatdim. Yerda tashlanib turgan bir parcha gazitni ko'rdim. Gazitni elib, uningdagi cheslog'iga qarab boqqim keldi. Lekin gazet bakmu kirlishib ketgan bo'lib, qandoqdir bir suyuqliq yoki chiqirindilar bilan bulg'angandek turadi. Qo'limga olsam, u qo'limnala emas, butun tenimni bulg'aydigandek qiladi. Shunga birdan ikkilanib turib qoldim. Gazetni qo'limga elib, avaylab yoydim. Oyoqlari ostida dassilib va loy bilan bulg'unib, ko'p qismi o'qig'usiz bo'lib ketgan edi. Men uni bir darvozaning oldidagi o'g'va yenib turgan chiroqning oldiga elib berib o'qidim. Arancha yo'g'on bir oyoqning izi qolgan joyga munolar besilgan edi. Siz 1,5 yil ilgari ayolingizni tashlab uydan chiqib ketganligingiz tufayli ayolingiz sizning ustingizdan nikohdan ajrashish to'g'risida mahkamamizga arz berdi. Turar joyingiz aniq bo'lmag'achqa arzning ko'chirilmasini ham sudga qatnashish uqtirishini e'lon orqali yetkazdik. Mazkur e'lon chiqarilib 60 kun o'tsa, arznoma yetkazildi deb qaraladi. Muhlat to'shib 15 kun ichida mahkamamizga yoki o'zingiz turishliq joydagi xalq sud mahkamasi orqali arzga javob qaytarmasangiz, nikoh munosabatingizni sirtdan hukm chiqarish orqali bartaraf qilamiz. Gazeta yana jinsiy ojizlikni davolaydigan bir doktorxonaning maynat so'zlari bilan to'lgan e'loni va odam izlash e'loni qatorliq narsalar bor edi.
числа бесілған қысмы ертіп етілген болып, елаларының біріге числа берілген болсымы, лекен қапқара бір нәрсе сүртіліп, оқығысыз болып кеткен еді. Қаяқтындыр әпсін оқыватқандек бір авазны аңладым. Bu avaz qaysidir bir joydan xuddi cho'chaklardagi jodugar mo'mayning uyining turxunidan chiqqan tutundek so'zilib asta laylab chiqmoqda edi. Men diqqat qilib anglab, bu kesalman ovozning Әпсун ovozi bo'lmasdan bir naqshi ekanligini his qildim. Borgan sari qo'yiqlashib atgan tumanni xuddi ashu ovoz paydo qilayotgandek. Ashu maynatlashib ketgan ovoz asta so'zilib chiqib, mushu bepoyon tumanga aylanayotgandek tuyuladi. Bu naqshining qandoq bir soz bilan o'rinlayotganligini bilgili bo'lmaydi. Hatta uning ayolcha yoki aranchi ekanligini farq qilish qiyin bo'lib, meni bundoq aniqsizlik bakmi bearam qiladi. Chunki men ayollarning tenining ayollik alohidlikka qancha boy bo'lsa, odamni shuncha jalb qiladiganligini, uning aksicha bo'lsa, odamni qattiq bearam qiladiganligini sezgan edim. Tuman meni davamlıq yalmab yutmoqda edi. Ezib qilish tuyg'usi qaytadan vujudimni chirmashqa boshladi. Men bu tuyg'uni faqat mushu shaharda his qilardim. Ba'zida u bergan sirliqlikdan, go'yo cheksiz sonlar bergan sirliqlikdan huzurlangandek huzurlanadi. Men 5 yil turgan hiliqi shaharda, yiroq sahroda rasmlaridan boshqa hech narsani ko'rgili bo'lmaydigan u shaharda, men ustiga dastlab turayotganimda, nihoyat oz chiqadigan ko'chalarda mengayotganimda, u yana menga ashu sahroda uning rasmlarini ko'rgan chog'dagidanmi yiroq edi. Lekin u yerda zodila ezib qilish tuyg'usi paydo bo'lmaydi. Şunun bilen men ezib qilish tuyg'usining shaharning cho'ng kichikligi bilan bo'lgan munosabatidan go'monlanishga boshladim. Balkim men u shaharni azaldan beri cho'ng shahar hisoblab baxmagan edim. U yerda 5 yil ichida qilganlarimiz faqatla chapoq besib turgan ko'zlarimiz so'g'uq tusga ega qilgan tantarbiya maydonidagi attiganlik gimnastika. Quloqqa emas, badanga singib kirib, uygilarni bo'shashtiradigan dars. Xemir va ko'ktatlardan etilganligi aniq bo'lsa-mu, lekin xemir va ko'ktatlar bilan bo'lgan munosabatini nemishqidir tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan tamoq. Paypoqlarning puraqi va suvxonadan butun koridorga tarqalib, yotoqlargacha bo'sib kirayotgan, eshib qilib to'kilgan oshning puraqi ichidagi uyqu. Andan kechada uyg'onib ketgan yotoqdoshlarimning allaqayerlarda yuz bergan chiroyli qizlardan 10 nechisining go'shida mont etib setish. Boshqalarning bu montalar ichida hammadan bakrak ularning jinsiy a'zosi va amchikining go'shida etilganlarining bak tetib ketganligi. Kimlarningdir o'z qiziga bosqinchilik qilganligi. Nələrdidir tuyuqsiz g'alita jinsiy mulozimat o'rinlarining paydo bo'lib qolganligi degandek ishlar haqidagi paranglar. Sirt bilan butunlay aloqasi yo'q, hatto aloqa qilish iqtidorini hozirlamagan. Bu shahardagi kishilarning nima deyishayotganini anglab tushunmaydigan bolalar orasiga ashundaq xabarlarning zodi qaysi yo'llar bilan kirib tarqalayotganligi texmi bir sir edi. Ular yana restoran, qovoqxona va diskoxonalarda g'uva chiroq yo'riqida shahvoniylashgan egiz boshliq oyoqlarning ko'zlarini olichakman qilishi qatorliqlarni tasvirlashadi. Nihoyat ro'shanki, ular bu narsalarni tasavvuriga asosan
to'qib chiqqan edi. Shu tap tuman bilan birlikda qorong'uliqmi cho'nqirlashmoqda. Yozning kelishi uzoqdan uzoq yiroqlikda. Men bugun kechini o'tkazadigan yerimning yo'qligini esimga oldimda, kechining u tarafini mushu uzoqdan uzoq qahrton qishning u tarafidagi yozdinmi yiroqroq his qildim. Men bugun kechini to'rt atrofi tam bilan qo'rshalgan bir yerda o'tkazishim kerak edi. Lekin u qarg'ishdek bir joy yer sharida mavjud emasdek qiladi. Lekin men u yerni izlab topmasam bo'lmaydi. Tuman tenimga singib kirib, vujudimning ichidagi qorong'ulikda ig'ir va so'g'uq aks sado yandırmoqda. Tenim loyga aylanmoqda. U yerda bir-biri bilan birlashib ketgan to'pi bilan suv bor. Lekin ilohiy tiniq yo'q. Tumanning eng qorong'u joyidan bir gavda laylab chiqib keldi. U vijikli bir odamdek qiladi. Biroq yaqinlab kelganda uning egiz bo'yliq, qovul, ustixonliq va qanshaliq odam ekanligini his qildim. Uning qiyofatidan qandaqdir g'oyat zo'r bir energiyani, helala bir xufiyani joyda. Go'yo bir yer beg'irlig'icha hayvon tenidagi bir xil ajralmani chiqarib tashlagandek sarf qilib atganligi chiqib tursinmi, lekin uning tenidan yanada kuch urg'ib turadi. Men nahayat ig'ir bir qoramtashdek u tarafga qarab surildim. Biroq men uningdan o'zim izlayotgan Qur'onning qayerda ekanligini so'ramoqchi bo'lgan shu daqiqada nemishqidir qadimimni uningga qarab intayin asta elishim kerakligini his qilib qoldim. Lekin shu tapda mening oldimga, ya'ni u tarafga qarab 1-2 qadam, balkim 3 qadam va yoki 4-5 qadamdir. Surilib to'xtab qelishim uningga qandoq ta'sir berdikin tang, u sho'xshib kayniga bir dojidida qadamini tezlashtirdi. Bir necha qadamdan keyin bo'lsa, qechiyotganligini yo'shirib o'tirmasdilla bor kuchi bilan yugurib ketdi. Men uning rasvolarcha qochqanligidan g'azablanib, uni texmi aloqzada qilish uchun bir necha qadam qo'qlab qo'ygan bo'lsam bo'ptikan, deb o'ylab qoldi. Yo'l ustiga tashlaqliq turgan ushshaq aynak parchalari oshko'z va so'g'uq yaltirashi bilan diqqatimni tortdi. Uning ushluq parchalari ustiga dastiganlarni yorlantirishga tayyor edi. Xuddi ashu aynak parchalaridan unda ilgari aks etgan barliq narsalarni qayta ko'rmoqchi bo'lgandek inchga qarab chiqdim. Men uningda aks etgan donliq go'zallarning chiroyini va ularning bir-birlab girim qilishini, lavsuruqning inchkilik bilan surilishini, qoshlarning bir-birlab terilib inchkilashtirilishini, ko'zlarining cho'risiga siziq tushmaganligining astoydillik bilan qaytilab ko'zitilishini ko'z oldimga keltirdim. Ashularning hammasini bu aynak aks ettirgan. U yana balkim shira ustida yoki karavatning beshida turib, ashu ayollarning boshqa erlar bilan qilgan xufiyona ishlarini aks ettirgan. Bu aynakda hozir hech narsa yo'q. Xuddi uning oldida hech ish bo'lib boqmagandek. U barliq o'tmishni o'zining cheksizligi ichiga g'oyib qilib yutib ketgan. Parcha bo'lib tashlangandan keyin uning har bir parchasida aks etadigan, o'xshamaydigan narsalar bo'lib, u oldidagi reallikni bir-biri bilan jipslashmaydigan qilib parcha bo'lib etdi. Yirtib tashlangan bir parcha rasmni
asliga keltirish mumkin. Chunki uningda aks etgini qaytib qolgan o'zgarmas obrazdir. Lekin aynak parchalanib ketsa, uningdagi ko'rinishni asliga keltirish mumkin emas. Xuddi bir xil manzara necha jup ko'zda butunlay o'xshamagan holatda aks etgandan keyin ularni mangu jipsilashtirib bir manzarani shakllantirgili bo'lmaganga o'xshash. Aynak necha parcha bo'lsa, uningda aks etgan reallikmi shunchaga bo'linib, ularni mangu aslidagidek qilib birlashtirgili bo'lmaydi. Qadimgi zamonda nurg'un kishilar ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan narsalarni aynak bilan ko'rgili bo'ladi deb qarashgan. Hatto ba'zilar odam tenidagi ruhning ajrab chiqayotganini aynakni urayotgan odamning og'ziga tutib qarab tursa, ko'rgili bo'ladiganligiga shaksiz ishongan. Burungi zamonda bir odamning tiniqi bor yoki yo'qligini odamning og'ziga aynakni tutib bilgashga, aynak qadimki insonlarning engida ana shundoq sirliqlashib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan aynak qadimki perg'ollarning kam bo'lsa bo'lmaydigan qoraliga aylangan. Ularning nazarida aynak bilan real narsalarni, xiyoliy narsalarni aks ettirgili bo'ladi. Aynak hamma narsani oshkorlaydi. Perg'ollar kishilarning asabiylarcha ham xiyollari ichidagi chekidan oshgan narsalarni tepib chiqib, u yerdagi obrazlar bilan so'zlashalaydi. Kishilarning ishki dunyosidagi eng maxfiy sirlarni oshkorlay oladi. Shaharning agri-bugri bu ko'chasida ketib etib, o'zimni yanala dadamni izlab, ko'zim uyquliq, men ham qarang holda ketib borgandek his qilardim. Simsim yomg'ir va lampadan tomchivatgan yomg'ir suyining ovozi mening tushimda dastlabda kimningdir uzoqdan uzoq pichirlashini, ondan yiroqda shildirlab yiqayotgan suzuk suvni shakllantiradi. Men suvda ham andikkan, ham hayajonlangan holda üzüb o'ynaydim. Lekin birdamdan keyin suv bara-bara ko'payib, meni shiddat bilan iqtib elib mang'atdi. Men bar ovozim bilan varqirab yo'lqinatdim. Lekin ovozimni sirtqa chiqara olmaydim. Men suv ichiga cho'kib tunjuqishga boshlaydim. Dal shu chaqda bir qo'l kelib meni tortdi. Bu qo'l tushimdagi qo'ldan o'ngimdagi qo'lga o'zgardi. Men oldimda turgan opamning shakli o'zgarib, so'zilib ketganda ko'rinadigan so'lg'in yuzini ko'rib, ishtik o'rnimdan turdim. Dadamning kechich qaytib kelmaganligini bilgandan keyin opamning uningdan ayrilib qilish vahimasidala yuradiganligiga hayron qoldim. Amaliyotda uning dadamdan ayrilib qilishi mumkin emas edi. Biz yo'l bo'yi xuddi tushimdagidek sharqirab iqayotgan eriqni bo'ylab dadamni izlaydik. Yomg'ir to'xtagan bo'lsa-mu, havo yomg'ir puruqi bilan liq to'lgan edi. Bu puruq mening nervlarimga asta-asta singib kirib, xuddi qo'rqinch tuyg'usidek meni g'amkinlashtiradi. Opam dadamni mast bo'lib yetib qoldimikin deb eriqlarga qarab mang'atdi. Amaliyotda eriqda yetib qolgan dadam emas, men edim. Men tushimda dal opam qaragan ashu eriqqa cho'kib ketgan edim. Opam bo'lsa buni zotili bilmaydi. Opamning dadamni izlashi menga g'alati bilinadi. Amaliyotda opam izlamasimi, u baribir qaytib keladi. To'la jaloqshitib, qattiq yeplaverish sababidan shalaqshib qolgan eshikni zarb bilan birni tepib, tong saharda reallik bilan birga meni uyg'otib kirib keladi. Uning
bütün əzayidin kelib turgan araq burqi onu bəkmi egizləb ketkəndə göstərdi. O kelib supuğa güppədə özünü taşlaganda bütün öy təvrəb ketkəndək tuyuladı. Mən qarıslap ketken to'risqa andın silkinib ketken opamning gavdasiga qaraydim. Dadamning tenidan kelayotgan puraq kampitning puraqqiga o'xshaydi. Men bu puraq ichida yana birdam uxlab, ashu puraqning shakllantirgan tushi ichida doim boshqalardan anglaydigan cho'ng shaharlarni ko'rishni istaydim. Lekin u cho'ng va sirliq shaharlar mening tushimda zodila paydo bo'lmaydi. Balki mening shahar haqidagi tasavvurlarim shaharning xiyoliy ko'rinishini qurashtirib chiqishga yetishmasi kerak. Shaharni tushunmoqchi bo'lib yotsam, men faqat kishilar axloqsiz deb paras qilishadigan bir ayolni tushib chiqardim. U ayol bəhmi yasançıq bo'lib, uning pokiz kiyimlarini kiyib yurishi kishilarda ashundoq gumanni paydo qilgan edi. Chunki kishilarning nazarida ayollarning yasinishi erlarni o'ziga qartish bo'lib, bu uning niyatining buzuqligining isboti edi. Ayollarning hammasi erlarning u ayolning tenini emas, balki ashu kiyimlarni tutib beqishidan bekrak ansiraydi. Xuddi o kiyimlarning beradigan jinsiy tuyg'usi ayolning tenidan kuchlikda. Ularcha bo'lsa, ayol tenini bu kiyimlar bilan yoshirgandan, ashu chiroyli kiyimlarni yalang'och teni bilan yoshirsa to'g'riroq bo'ladi. Idoraga xizmatga o'rinlashishimga idoradan yotoq talab qilmaslik shart qilingan edi. Udulimdaki şirada o'tirdigan xushxuy odam yotoq talab qilmaslik to'g'risidagi kapolatnomamni inchga va uzun kelgan barmoqlarining uchi bilan tutib olib o'qimoqda edi. Yana bir qo'li bilan pat-pat sochlarini keyniga tarab qo'yadi. Uning inchga barmoqlari qisqa sochlarining orasida nihoyatda ehtiyotchanlik bilan bo'sh sirkilib harakatlanadi. Hatta özümning ismini xato yozganligim uning zodili kallasidan o'tmadi. U meni qasdan shundoq yezib qo'yib, vaqti kelganda kapolatnam yozganligidan tedim olmoqchi deb o'ylab qolgan. Men uni hargizmi undoq maqsadda xato yezib qo'ygan emas edi. Mening nazarimda biror xatning xato bo'lib qolishi hech narsani o'zgartib o'tolmaydi. Mening salohiyatim ashu xatlarning o'zgarishi bilan o'zgarib ketadigan bo'lsa, men u xatlarni ohangi yaqin keladigan xatlarning hammasi tugigicha kunda o'zgartib turgan bo'ladi. Men yana ideya degan ma'noni bildiradigan xatni o'lmak deb yozib qo'ygan edim. U bu xatoligimni ko'rsatib berganda men ixtiyorsiz kulib ketdim. Chunki bu xatolik o'zimga yarab ketgan edi. Men o'zimni bundoq she'riy ma'noga boy xatolik o'tkaza olayman deb o'ylamagan edim. Bo'libmi turalg'usiz qolgan ashu kunlarda. Mening kulkam chuqum uning ichidagi zaharlarni bir qitim qo'chib etdi. Buni uning birdam nima deyishni bilolmagan qiyofatda turib ketishidan his qilgan edim. Men kapolatnomani qo'limga elib qarab chiqdim. Shundala bildimki, u texi mening cheslanim xato yozganligimni, ya'ni 100 yil ilgarigi cheslani yozib qo'yganligimni texi bayqamagan edi. Kim biladi, 100 yil ilgari uning buvisi mening buvamni mushundoq majburlab kapolatnoma yozdirganmi texi? Ishxonada g'arayta bir puroq bor edi. Bu puroq intayin sus bo'lsimi, lekin kunduzdimi yiqib qo'yiladigan chiroqning nuri bilan qo'shilib, mening mengamga sanchilib, xat yozgandagi xatoliklarni keltirib chiqarayotgandek his qilishga boshladim.
Dastlab ishqa tushgan dastlabki chog'larda ishxonadagi bu puroqqa bardoshlik berolmay yurdim. Men uni ashu boshliqning puroqi deb o'ylagan edim. Keyin u mening yuzimga yuzini yaqin elib kelib turib, tiniqidagi texmi yot bir puroqni ayon qilgandan boshlab, bu puroqning uning puroqi emasligini jazmlashtirdim. Chiroyi qetib qolganda ko'rinadigan ikki xizmatdashimning teni ma'lum jonliqda, hatto ma'lum jonliqning o'likida bo'ladigan puroqnimi chiqara oladigan qilmaydi. Balkim bulun pishqoqlarda, javobanlarning keynida yoki bizga ko'rinmaydigan birer kamarlarning og'zida birer choshqon o'lib qolgandi. Burnimni etib elishim nafsimning toza ravon bo'lmasligini keltirib chiqardi. Bu tufaylidan o'pka kesili bo'lib qelishim natoyin bo'lsa-mu, lekin yanala o'pka kesili bo'lgan odamning yeshil ranglik balg'amlarini ko'z oldimga keltirishdan qutula olmay yurdim. Onun ustiga mening burnimning sezgirligi eshib ketgan edi. Men kulimsirab turadigan boshliqimizga burunning nafaslanadigan a'zo bo'lishdan sirt yana nafas yo'llarining muhim bir qismi ekanligini aytdim. U meni idoraga xizmatga olganda badan tekshirtganligini, shunga menda burun yalliqi bo'lish mumkin emasligini, agar rostında shu kasal bor bo'lsa, meni ko'z bo'yab badan tekshirtishdan o'tib olgan deb xizmatdan bekor qilib etish huquqi borligini, buning hamma odamga ma'lum ekanligini eskartib qo'y. Shuning bilan men burun sezgirligining ishib ketishini va ishxonadagi puroqni qayta tilga olmadim. Bir kuz sınaq tariqasida yallanib ishladim. Bu uzoqdan uzoqqa so'zilgan tugumas sınaq sababidan o'zimnimi bir sınaq bo'yimiga aylanib qolgandek. Mushu sınaq oxirlashsa umrimmi oxirlashidigandek his qilardim. Men ilgari kulimsirab turgan illiq chiroylarni yoqtirardim. Lekin mushu idoraga kelgandan keyin ashu ablahning kulimsirab turgan chiroyini ko'raverib, kulimsirab turgan chiroylarga o'sh bo'lib ketdim. Chunki u ablahning kulkisi har qanday g'azab va o'shmanlikdan bakrak odamning jiniga tegadi. Men uning bu xil chiroyini zodila yoqtirmaydiganligimni oshkorlab qo'yib edim. U qattiq chichangshib, menga o'zining jamiyatdagi o'rni, obro'yi haqida qaynab so'zlab ketdi. Va mening qo'lidan hech ish kelmaydigan, jamiyatda hech qanday o'rni va inovati yo'q bir shaxs ekanligimni eskartib qo'ydi. Uning nazarida u bir atoqli san'atkor. Uning qilayotgani ulug' ishlar bo'lib, men bilan so'zlashish uning uchun bir odamning emas, balki butun millatning vaqtini zoya qilish va jinoyat edi. U g'azabdan yerlay deb qolgan ashu daqiqadimi uning chiroyidan heliqi ifoda o'chmagan edi. Men haqiqatan ashu damda uning teniga gol pichoqdan birini tiqib beqib, shu chaqda uning chiroyidagi bu ifodaning o'zgaradigan yoki o'zgarmaydiganligini ko'rib boqqim kelib ketdi. U mening qo'limdan zodi nima ish keladiganligini aytib beqishimni talab qilib, bu jumlani qaytalab takrorlaverdi. Men qo'limdan yashash keladiganligini aytdim. To'g'ri, bu dunyodagi eng ulug' ish yashash. Yashashdanmi ulug' ish bormi? Uni g'azablantirayotgani mening yashayotganligim. Demak, bu yashashning ulug' qimmati bo'lganligi uchunla boshqalar chiday olmasdan ana shunchalik g'azablanib ketdi.
u gepini qilib bo'lgandan keyin garchi mening mag'lub bo'lganligimni isbotlaydigan hech narsa bo'lmasa-mu, g'olibona qiyofatga kirib elib, moda bo'lib atgan sho'x bir ohangga bo'sh g'ingshishga boshladi. Uning tarqatavatqani ovoz emas, balki sesiq puroqdek uning og'zidan bo'qsib chiqib, bo'shliqqa tarqalib, asta-asta bo'shliqni egilamoqda edi. U yana birdam g'ingshisa, ashu sesiq puroq ishxonaning tomlariga, shiralarga, o'rindiqlarga va men bu shaharda birdan bir ega bo'lgan heliqi tortmig'imi singib, uningga chiqmas bo'lib o'rnishib qoladigandek qiladi. Buning bilan u g'olibona emas, aksicha bakmu vayrona, xuddi sakratdagi odamdek umidsiz yoki o'likdek chiravatgan holatda to'yilib ketdi. Shu tab qarong'ulikning cho'nqirlashiga agishib, tuman, rang va ovozlarning hammani yalmab yutmoqda. Mening nazarimda ovozning hammasining mohiyati son bo'lgandek, rangning mohiyati son edi. Shunga men ovoz bilan rang mohiyatda bir narsa deb ishonatdim. Ovozni rang orqali ifodalash uchun cho'qim dindanmi bakrak, mistik bo'lgan matematikaga tayinishga to'g'ri keladi. Shunga men uzoq mazgil rangdagi matematikalik prinsiplarni tadqiq qildim. Sonlarga bo'lgan bundoq tayinib olishdan qutulsam bo'ladi, lekin o'zimni tartgan seri patqoqqa petib, texami chiqolmayman. Men ishxonada o'ltirib, oyoq izlari bilan to'lgan qog'ozdagi sonlarni o'qimoqda edim. Bu sonlar zodi kim yozgan bo'lishi mumkinligini faraz qilatdim. Balkim birov qandaqdir bir narsalarni sanab, malning sonini olganda bir-birlab ashu sonlarni yozgandi. Lekin qog'ozdagisi hammasi sapla son edi. Agar idoraning yeniga har bir sonning zodi nemining soni ekanligini yozib qo'ygan bo'ladi. Uning ustiga bundoq maxfiy hisobot xotirlangan sonni xohlagancha koridorlarga tashlab qo'yishi mumkin emas edi. Balkim birov yangi olgan qalamini sinash uchun xohlagan so'zlarni yozsa, boshqalarning u so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qib elib, o'ylab baxmagan ma'nolarni chiqarishidan ansirab, faqat sonlarni yezib boqqandi. Chunki nurg'un odamlarning nazarida sonlar tartibsiz yezilsa hech qanday ma'no bildirmaydi. Lekin men bo'lsam dal uning aksicha. Men davomli sonlarnila dunyoda birdan bir ma'no ato qila oladigan narsa deb bilaman. Kishilarning og'zidagi so'zlarni bo'lsa, bir narsa yana bir narsaga tegib chiqargan tovushlardan, shamol va daraxtlarni besib o'tganda chiqargan ovozlardan, suvning shildirlishi yoki biror narsaning harakatlanganda chiqqan tovushidan farqsiz qator tovushlarning tizmisi bilan o'xshash hisoblayman. Badani seriq mayda maylab qo'yganda ko'rinadigan ayolning o'g'lining qog'ozga nimalarnidir jijib o'ynabatganligini doim ko'ratdim. Birdinla bu ashu bola xohlagancha yezib o'ynagan son bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldi. Tamdaki bu shaharning xaritasiga qarab, uningdagi ko'chalarning nomeri, shartlik belgilarga qaradi. Elib kelib bu sonlarning tartibini kim o'rinlashtirgan? Uni yezib o'ynagan balaning engida hech qanday tartib yo'q. Chunki u meni tonimaydi. U mening bo'y egizligimni, badan eg'irligimni, mening yeshimni izodili bilmaydi. Demak, bu tartib hech kim qasdan o'rinlashtirgan tartib emas. Xuddi binoning ustidan tushib ketgan viviska beshi yerilib o'lgan odamning yo
bir necha santimetr u tarafiga yoki bir necha santimetr bu tarafiga tushmay dal uning beshiga tushgandek. U odamningmi bir qadam tezroq yo bir qadam osroq chamdib o'tmasdan qadamlarini ashu vivesga tushadigan joyga dal udullab bosgandek, ashu vivesga tushgan vaqtdan yo bir necha sekund burun yo keyin o'tmay dal u tushib ketadigan daqiqada uning ostidan o'tgandekla bir ish. Men ilgirimi ashu koridorda shundoq tashliqli qog'ozlarni uchratgan edim. Lekin ularni qo'limga elib qarabmi baxmagan edim. Chunki men uning nima qog'ozlar ekanligiga qiziqishga boshlaganda 7-8 yoshlardagi bir kichik bolaning koridorga tashlab qo'yib ketayotganligini ko'rib qolgan edim. Lekin buni ashu bolaning son yezishni mashq qilgan parcha-purat qog'ozlarmikin desam, undaq emasdek qiladi. Balkim ilgirikilari shundoq bo'lsa-mu, bu qitimqisi undaq emasdir. Bu xeti chiroyliq bir cho'ng odamning qo'lidan chiqqan misollar ekanligi aniq edi. Sal yiroqda yo'lning o'ttirsida sus parqirab turgan narsaning metaldan yasalgan narsa ekanligini his qildim. Uning ustidan o'tib ketayotgandala, ondan uning bir tal oshqush ekanligini bildim. U oshqush maynat yerda tashlanib yotadi. Oshqushni ko'rib, butun umr bo'yi ko'cha-ko'chalardan oshqush terib o'tgan bir g'alati odamni esimga oldim. U qabristonlikdagi Shamgörda yotadigan bir shayx edi. U o'lganda uning yenidan bir tag'ar oshqush chiqqan. Kishilar uning nemishqa bir umr oshqush terib o'tganligini faraz qilib topa olmagan. Dastlab uning bundaq g'alati odatining borligini sezgan kishilar uni cho'ng bir o'g'irlikni planlayotgan bo'lsa kerak. Bu oshqushlarni ashu o'g'irlikni ishga oshirganda ishiltidi. Oshqushni ko'p yig'sa, u o'g'irlikqa kirmoqchi bo'lgan joyning qulupini shuncha oson ichib yetalaydi. Har qancha murakkab qulub bo'lsa-mu, u oshqushlarning biri bo'lmasa biri tushmay qolmaydi deb faraz qilishgan. Lekin qiziq yeri shuki, u butun umrida bir tal oshqushni ishiltib baxmagan edi. Chunki Shamgörga qulub selishning hojati yo'qdi. Yezida u mehmon bo'lib kiradigan uylarning eshigi uningga doim ochiq edi. U yiqqan oshqushlarni hech nimaga ishlatmagan edi. Hatto uni eski to'mir tasak qatorida setib etaymi demedi. U o'lganda kishilar uni o'zi makon qilgan Shamgörga ko'mibdi. Qabristonlikda kishilarning u yiqqan oshqushlar haqida paranglashganligi esimda. Kishilarning aytishicha, u har kuni kashda yiqqan oshqushlarga uzoqdan uzoq qarab chiqadi ekan. Oshqushlarning shakli va tishlariga bakmo inchga va tafsiliy zan silib, uningdan nimadir bir narsalarni ko'rayotgandek birdan pixildab kulib ketsa, birdan xiyolga patadi ekan. Birdan qandaqdir bir ohanglarga g'ingshib qo'yadi ekan. Ba'zida qopoqlari turilib ketadi ekan. Kishilar uning oshqush yuzida nimalarni ko'rdiganligini mangu faraz qilib topolmaydi. Bu qayerning oshqushi bo'lishi mumkin? Oshqush xelali cho'ng bo'lib, biror darvozaning hech bo'lmaganda biror uyning cho'ng eshigining oshqushidek qiladi. Oshqushning zotila datlashmag'iniga qarab, uning texi yaqindala bu yerga tushib qolganligini faraz qilish qiyin emas edi. Balkim oshqushni yo'qotquchi xeyli izdigandi. Agar u bir ayolning oshqushi bo'lsa, cho'qim uyiga kirolmay, birdan eshikning oldida turib qoldi. Qo'shnisi bo'lsa, udildagi eshikning sirtqa qaraydigan to'shkidan uning to'lgan badaniga birdan qarab turib, uning bilan qip-yalang'och birga yotgan holatni tasavvur qildi. 2 milliondan ortiq nupusi bor bu shaharda cho'qim
2 milyondan artıq aşquş mavjud. Ba'zilarda hatto aşquşdan bir nechisi bar bo'libli qolmasdan top aşquş bar. Bu shaharda shu tapda balkim mendila aşquş degan narsa mavjud emas. Men yenimda bir talma aşquş yo'q holda, birmi ishik ochiq bo'lmagan bu shaharda sansızlığan qulupları bilan mahkam etilgan sansızlığan uylarning oralarida yaşamaqdımın. Men bu natonish shaharda hech kimni tonimayman. Shunga biror kim bilan do'st bo'lishimmi, biror kim bilan dushman bo'lishimmi mumkin emas. Hurmatlik anglarman qarindoshlar. Bugungi o'qishimizni mushu yerda to'xtataylik. Davamiga qiziqsanglar, diqqatinglar kelar qitimliq anglitishimizda bo'lsin. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfruz G'ani ishlagan. 2023 yili oktyabr janvada unga elindi.